Jon Grey Erkaklar Mars, ayollar esa Venera sayyorasidan audio kitobi 24-qism. Jazolash usullari. Birinchisi, jismoniy. Erkak yana yaqinlikni xohlab, ayolning yoniga qaytmoqchi bo'lganida ayol uning o'ziga jismoniy yaqinligidan foydalanib uni itaradi. Ayol erkakka intim munosabatlarda qarshilik ko'rsatadi, ya'ni erkalashlariga, unga yaqin kelishiga, hatto teginishiga ham qarshilik bildiradi. Ayol erkakni urishi yoki noroziligini bildirishi uchun idish-tovoqni sindirishi ham mumkin. Erkak bir vaqtlar uzoqlashgani uchun jazolansa, uning bir umr xotirasida boshqa bu ishni bajarmaslik qo'rquvi qoladi. Shunday qilib, erkakning tabiiy sikli buziladi va bu holat uning achchig'ini chiqaradi va yaqinlash istagini qaysidir ma'noda to'sib qo'yadi. Yaxshi kunlarning birida uzoqlashgan erkak umuman qaytib kelmasligi ham mumkin. Ikkinchi, his-hayajon holati. Erkak ortga qaytganidan so'ng juftini baxtsiz va gina saqlagan holda topadi. Ayol erkakning bu qadamini kechirmaydi. Erkak juftini ko'nglini olish uchun har qancha choralar ko'rmasin, hammasi bekor ketadi. Erkak oxiri vaziyatni qo'liga ololmay, qo'llarini siltab ketadi. Erkak juftining yoniga qaytganda ayol noroziligini so'zlari, ovoz ohangi va baxtsiz qiyofasi bilan namoyish etadi. Uchinchi, psixologik. Erkak orqaga qaytganda jufti bir qadam tashlab, hislari bilan o'rtoqlashishni xohlamaydi. Ayol juda ham sovuqqon bo'lib, butun diqqatini nafrat bilan ifodalaydi. Ayol erkakka kerakligiga ishonmaydi va uni jazolash maqsadida o'zini yaxshi ekanligini isbotlashi uchun boshqa imkon bermaydi. Erkak ayolning yoniga baxtli bo'lib qaytadi, biroq uning yonidan xuddi zanjirdagi it kabi ko'rinishda chiqadi. Erkak uzoqlashgani uchun jazolangandan keyin juftining sevgisini yo'qotishdan qo'rqib, boshqa bu ishni qilishga urinmaydi. U o'zini o'sha paytda ayolning sevgisiga noloyiq bo'lganman deb hisoblashni boshlaydi. Mana shu qo'rquv erkakni g'orga borishidan saqlab turadi. Erkakning o'tmishi uning tabiiy sikliga qanday ta'sir etishi haqida. Erkak uchun tabiiy bo'lgan sikl yoshlik davrida buzilgan bo'lishi mumkin. Erkak yoshligida otasining uzoqlashishiga onasi norozilik bildirganining guvohi bo'lgani sabab chetga chiqishdan qo'rquvni his qiladi. U hatto uzoqlashishlar tabiiy ehtiyojlar uchun zarurligini ongli ravishda tushunmaydi va bunga dalillarni izlab taqdim eta olmaydi. Bunday erkakda erkaklik fazilatlari bo'g'ilgach kutilganidek ayollik tabiatiga xos bo'lgan jihatlar rivojlanib boradi. U nihoyatda ta'sirchan bo'lib voyaga yetadi. Bunday erkak hammaga yoqishga harakat qiladi, nozik, yaxshi ko'rishga moyil bo'ladi va o'z menining erkaklik taraflarini yo'qotadi. Uzoqlashishga harakati sabab o'zini aybdor bilib qiynaladi. Bunday vaziyat erkak nima bo'layotganini anglamay, istagi, energiyasi va ehtiroslari so'nadi va u haddan tashqari passiv, qaram bo'lib qoladi. Erkak balki yolg'iz qolishdan yoki g'orga ketishdan avval qo'rquvni his qiladi. U hammasiga yolg'izlikni yomon ko'rishim sabab deb o'ylaydi. Aslida esa barchasiga sabab sevgisidan mahrum qolish hissidir. Bir xil erkaklar uzoqlashishni, ba'zilari esa yaqinlashishni joyiga qo'ya olmaydilar. Ehtirosli holda kela olmaydi. Erkaklarda uzoqlashishda muammo bo'lmaydi. U qaytib kelishini va yuragini qarshisidagi boshqa odamga ocha olmaydi. Ehtimol u sevgiga loyiq emasligidan qo'rqishi mumkin. U haddan tashqari yaqinlikdan va o'zining befarqligidan qo'rqadi. Erkak ozgina yaqin kelishi bilan qanchalik katta qo'l ochish orqali tutib olinganini hatto xayoliga ham keltirmaydi. Haddan tashqari sevuvchan erkak ham, ehtirosli erkak ham tabiiy sikl, ichki sikl haqida tasavvurga ega emaslar va ular bunday tajribaga ham ega emaslar. Mana shu siklni tushunish erkaklar uchun va ayollar uchun ham juda muhim. Ayrim erkaklar g'orda ko'p qolib istaklari sabab o'zlarini aybdor his qiladilar. Erkaklar uzoqlashayotgani uchun ham o'zlarini ana shu hislatlari uchun ham noqulay his qiladilar. Shunday qilib erkakning ichki sikli sirini bilish har ikkala jins vakillarining hayotlarini osonlashtiradi. Donishmand erkak va ayollar.
Aksariyat erkaklar birdan uzoqlashishlari va to'satdan qaytishlari ayolni qanchalik qiynashini anglamaydilar. Erkak bularni bilgach esa juftining aytgan gaplariga e'tibor va samimiylik bilan munosabatda bo'ladilar. Donishmand erkak albatta uzoqlashish paytida emas, boshqa vaqtlarda jufti bilan suhbat qurib, uning kayfiyati va sog'lig'i haqida qiziqadi. Erkak o'z siklini tahlil qilib ko'rgach, uzoqlashishdan avval unga qaytaman signalini dalda qilib beradi. U menga yolg'iz qolishim uchun bir qancha vaqt kerak bo'ladi. Qaytganimdan so'ng biz yo hech kim xalaqit bermaydi, ikkalamiz yolg'iz qolib bayram uyushtiramiz desa bo'ladi. Erkak zudlik bilan g'orga ketishi kerak bo'lib qoldi. Ayol esa bu vaqt u bilan nimadir muhokama qilmoqchi edi. Erkak bu vaziyatda men bir narsani o'ylab olishim kerak, hozir ketishim lozim. Qaytganimdan keyin bu mavzuni yaxshilab muhokama qilamiz desa ham bo'ladi. Erkak siklini tahlil qilib olgach, uzoqlashishdan avval juftiga men qaytaman mazmunidagi signalni dalda bo'lishi uchun berib ketishi kerak. Erkak suhbatlashishga tayyor bo'lib qaytgach, ayol uni nega ketib qolgani sabablarini aniqlashtirmoqchi bo'ladi. Agar erkak sababini o'zi ham bilmasa, ko'pincha shunday ham bo'ladi. Ayolga men o'zim ham nega bunday qilganimni bilmayman. Hammasi oddiy, yolg'iz qolishim kerak edi. Kel, hozir bo'linib qolgan suhbatimizni davom ettiramiz deya javob berishi kerak. Donishmand erkak juftini tinglash kerakligini eshitganda ham uni keyingi uzoqlashish vaqtiga qadar tinglashi zarurligini biladi. Bundan tashqari erkak suhbat chog'ida juftiga o'zi nimalarni aytmoqchiligini ham bilib oladi. Donishmand ayol ham suhbatni uyushtirayotganda erkakdan hech narsa talab qilmaydi, balki uni diqqat bilan tinglashlarini so'raydi. Aqlli ayol erkakka qalbini ochib hislari bilan bo'lishishni biladi va juftidan xuddi shularni talab qila oladi. Bunday holat erkakni undan nimadir talab qilishayotgandek o'ydan xalos etadi. Ayol erkak sekin asta uning qarshisiga chiqib, qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilishayotganini sezadi. Shu bilan birga erkak juftini tinglayotganda o'zi ham o'y tashvishlarini baham ko'ra boshlaydi. Oqila ayol sabr bilan, ortga chekinmasdan sevgi va aqli bilan g'alabasi sari intiladi. 7-bo'lim. Ayollar xuddi to'lqin kabilar. Ayollar bamisoli dengiz to'lqinidir. U o'zini sevimli his qilsa, bir zum o'ziga nisbatan hurmati oshadi yoki tushadi. U ko'pirib toshuvchi va ortiga qaytuvchi to'lqin emasmi? Ayol chindan ham o'zini yaxshi his qilganda to'lqinning cho'qqisiga o'xshaydi. Kayfiyati birdan o'zgarsa, to'lqin ham pasayadi. Biroq bularning bari vaqtinchalik. Ayol to'lqini eng past darajaga yetgach, birdan o'zgarib qoladi va yana ijobiy tarafga o'zgaradi. To'lqinlari avtomatik ravishda ko'tarila boshlaydi. Ayol to'lqinning cho'qqisiga ko'tarilganda sevgiga to'laligini his qiladi va uni kimgadir berish uchun yonadi. Uning to'lqinlari ortga qaytishi bilan ayol qalbida bo'shliq sezadi va darhol muhabbat bilan to'ldirishga harakat qiladi. Bunday vaziyatni hissiyotga berilgan bosh tozalik vaqti deyish ham mumkin. Agar to'lqinning ko'tarilgan vaqtida ayol har qanday salbiy hisni bostirgan yoki o'zligidan voz kechgan bo'lsa, hamma yomon energiyalar va istalmagan xohishlar boshiga qulaydi. Mana shu paytda ayol ayniqsa turli muammolari haqida gapirishni va uni tinglashlarini, tushunishlarini istaydi. Ayolning o'zini o'zi qadrlashi to'lqin kabi ko'tariladi yoki pasayadi. To'lqin pastga tushganda esa aynan hissiyotli bosh tozalash vaqti kelgan bo'ladi. Xotinim Bonning so'zlariga ko'ra, ayollardagi ana shu qulash davri xuddi qorong'u quduqqa tushishga o'xshaydi. Ayol quduqqa tushishi bilan ongli ravishda qorong'ulik va anglab bo'lmas hislar og'ishiga cho'madi. Bunday holatda uning boshiga tushunarsiz his-tuyg'ular bo'roni kelishi mumkin. U o'zini yolg'iz his qilib, hech qo'llab-quvvatlashni sezmaydi. Tez orada ayol yana balandlikka ko'tarilishi bilan ijobiy tomonga o'zgaradi. U tubsizlikka qanday tezlikda tushgan bo'lsa, xuddi shunday tarzda avtomatik ravishda u yerdan chiqadi va yana sevgini o'rganib, yaqin insoni bilan munosabatlarida muhabbat to'ldira boshlaydi. Ayolning sevgini berish va qabul qilish qobiliyati
qoida tariqasida uning o'ziga nisbatan bo'lgan hurmat darajasini belgilaydi. Agar ayolga u qadar ham yaxshi bo'lmasa, u juftiga sabr va minnatdorchilik bildira olmaydi. Pastga qulash vaqtida ayolning hislari bo'ron kabi o'zgaradi va reaksiyalari haddan tashqari emotsional bo'ladi. To'lqinning pastki qismida ayol juda ham himoyasiz va har qachongidan ham sevgiga muhtoj bo'ladi. Bu vaqtda ayolning jufti unga vaqt kerakligini, bo'lmasa keraksiz talablari bilan qiynab qo'yishlari mumkinligini tushunishi cheksiz darajada muhimdir. Erkaklar to'lqinga qanday munosabatda bo'ladilar? Erkak ayolni sevsa, ular muhabbatdan va to'laqonli hayotdan go'yoki nur sochishadi. Aksariyat erkaklar soddalik bilan ayol doimo shunday yuradi deb o'ylashadi. Ayol tabiatdan bir xilda doimiylikni kutish bu xuddi ob-havo o'zgarmasligiga o'xshashdir. Quyosh esa hech qachon osmonlarga bekilmaydi. Bizning hayotimiz har xil tebranishlarga to'la. Issiq, sovuq, qish, yoz, ochiq, bulutli havo. Erkaklar ayollar bilan munosabatlarda bir qarasang yaqinlashadilar, bir so'm o'tgach esa uzoqlashadilar. Ayollar bo'lsa o'zlarini va boshqalarni sevishga qodir bilib, ko'tarilish va qulash tuyg'ularini his qiladilar. Erkak va ayol o'rtasidagi munosabat ham xuddi shunday ritm va sikllarga asoslanadi. Erkaklar yaqinlashadilar, uzoqlashadilar, ayollar esa ko'tarilish va qulashni his qiladilar. Erkaklar ayollarning o'zgaruvchan kayfiyatlari, ularning xatti-harakatlari bilan bog'liq taxmin qiladilar. Ayol baxtli bo'lsa, erkak boshi baland bo'ladi, biroq ayol o'zini yomon his qilsa, erkak o'zini bu holatga mas'ul deb aybdor deb hisoblaydi. Bu holatda erkak ham o'zini yomon his qiladi va vaziyatni qanday qilib tuzatishni bilmaydi. Ayol baxtdan nurlansa, erkak o'zini qahramondek his qiladi. Oradan bir daqiqa o'tar o'tmas ayol umidsizlik timsoliga aylanadi va tabiiyki erkak bu holdan hayratga tushadi. Axir u hammasini to'g'ri bajaryapman deb o'ylayotgandi. Hech nimani to'g'rilashning keragi yo'q. Bill va Mary 6 yildan beri er-xotin sifatida yashab kelishardi. Bill xotinida yuqorida aytganimizdek ko'tarishlar va qulashlarga oid to'lqinlarni sezdi, biroq gap nimadaligini tushuna olmay vaziyatni to'g'rilashga urindi va shunda ham ijodiy davom etmayotgan ishni buzdi. Bill buni normaning sirli yoki undan chekinish holati deb o'yladi va Maryga xafa bo'lishga hech qanday asos yo'qligini tushuntirishga harakat qildi. Xotini bo'lsa Billning bu ishlaridan o'zini yana ham yomonroq va tushunarsiz his qildi. Bill ishni to'g'rilayman deb o'yladi, lekin aslida xotinining yaxshi kayfiyatiga xalal bergandi. Erkak ayol qachon o'zining qudug'iga tushsa, unda vaziyatni to'g'rilash emas, balki ayolga sevgisi bilan yordam berish kerak. Men xotinim Maryni tushuna olmayapman, derdi Bill. Bir necha hafta davomida ketma-ket kunlarda u dunyodagi eng ajoyib ayol sifatida yurdi. Mary hech qanday ta'masiz menga va boshqalarga sevgisini tortiq qildi. Shundan so'ng Mary dabdurustdan ko'pchilik uni bemalol ishlatishidan norozi bo'ldi va buni namoyish eta boshladi. Agar Mary o'zini baxtsiz qilsa, bu mening aybim emas-ku. Men shularni Maryga tushuntirishga harakat qildim. U esa buni tushunishni xohlamasdi, dedi Bill. Aksariyat erkaklar singari Bill juftining tushkunliklarini to'g'rilashga harakat qilib xato qilgandi. U shu yo'l bilan xotinini yuqoriga olib chiqishni istayotgandi. Bill agar xotini quduqqa tushsa, unga eng pastigacha borib keyin chiqishini bilmasdi. Maryda qulash simptomi kuzatilayotganda unda eng avval turli xil kayfiyatlar paydo bo'lardi. Bill Maryni tinglab, unga g'amxo'rlik qilib quduqdan chiqishini kutish o'rniga xotiniga aql o'rgatib xafa bo'lmaslikni tayinlardi. Ayol quduqqa tushish jarayonida u yerga tushmasligi haqida maslahatlarni tinglashni xohlamaydi. Ayolga bu vaqtda uni yonida turib, qo'llab-quvvatlab tinglaydigan inson kerak xolos. Agar erkak ayolning tashvishlanish sabablarini bilmasa ham unga sevgisi va qo'llab-quvvatlashlarini taklif qilishi lozim. Erkakni nima yo'ldan uradi? Bill ayollar haqida to'lqindek o'zgarishlarni bilib tushuna olmay qoldi. Xotini quduqqa ketayotgan vaqtda u Maryni tinglashni mashq qila boshladi. Billning xotini u yoki bu ish haqida gapirayotganda u vaziyatni to'g'rilashga harakat qilmadi va Maryni o'ziga keltirmadi.
Biroq oradan 20 daqiqa o'tgach, uning o'zi ham xafa qildi, sababi Bill hech qanday yaxshi o'zgarishni ko'rmagandi. Men avvaliga uni tingladim. Bill menga gapirib berdi va men ish yaxshilanyapti deb o'yladim, lekin xotinim battar o'ralashib qoldi. Men uni qancha tinglasam, u shuncha o'zini yo'qotib qo'ydi. Men unga o'zini bu qadar qiynamasligini aytgandim. Biz bundan ham battarroq urushib qoldik. Bill Maryni eshitayotganda baribir u ishni to'g'rilashga uringan. U xotinimga tezda yaxshi bo'ladi deb hisoblagan. Bill quduqqa tushayotgan ayol qo'llab-quvvatlashni his qilsa, o'sha zahoti yana avvalgidek ijobiy tomonga o'zgara olmaydi. Ayol balki undan ham battar asabiylashadi. Bu holat qo'llab-quvvatlashdan so'ng harakatga tusha boshlaydi. Bu vaziyat ayolni yana ham pastroqqa itarib yuborishi mumkin va keyin yana ijobiy holatga qaytishi ehtimoli katta. Veneraliklarning ichki siklari ana shundaydir. Erkak hatto juftini qo'llab-quvvatlashni eplasa ham, ayol o'sha zahoti undan ham battar hayajonlanib ketishi ham mumkin. Bill xotinini diqqat bilan tinglab turib ham uni yaxshi tomonga o'zgarmaganini ko'rib tushunmay hayron bo'lib qoldi. Aksincha, Bill Mary quduqqa yana ham chuqurroq cho'kayotganini ko'rdi. Erkak boshqa bunday xijolatchiliklarga yo'l qo'ymaslik uchun quyidagilarni bilishi kerak. Agar u mahbubasini qo'llab-quvvatlay olsa ham, xotini bir soat birdan bundan ham battar tashlanishi mumkin. To'lqin yana ham balandroqqa ko'tarish uchun u pastroqqa tushishi zarurligini anglagan erkak ayolning tezlikda javob berishiga va tinchlanishiga va xursand bo'lishiga ishonmaydi. Bill bularni hammasini bilgach, Maryga sabrli va tushunarli munosabatda bo'lishni boshladi. Quduqdagi ayolini qo'llab-quvvatlashni o'rgangan erkak ayol u yerda qanchalar xafa bo'lib turishini oldindan aytib bo'lmasligini, navbatdagi quduq avvalgilardan chuqurroq bo'lishini tushundi. Audio kitobimiz davomini Shukrona qalb kanalimizda kuzatib boring. Biz bilan birgalikda yuksaling.